Jizzax sentrida mana shu rohat cho'xonaning tepasida yana ham tushuntiraman. Mana shu Uratepali Korzinkani yonida ekan 96 kvadratli dom chiqib qoldi. Ana shuni hozir bitta qisqacha ko'rib chiqamiz. Mana shu uyimizga kirib kelishlaring bilan ana shunaqa keng, uyutli 96 kvadrat ekan. Mana shu tomondan boshlasanglar tanishtirishdi. Mana bu tomon oshxona ekan. Ma'lumot o'rnida uyda mana shu turgan narsalar, posuda, kirmashinka, mana shunaqa plita, xolodilnik hammasi bo'ladi. Mana shunaqa uголокlar hammasi bo'ladi. Mana bu tomonda chiqsalaring, balkoni ham bor ekan. Mana shu bemalol toza havoda nafas olib yashasalaring bo'ladi bemalol. Bu tomonga o'tamiz. Mana bu tomonda xohlasalaring detskiy qilsalaring bo'ladi, xohlasalaring spalniy qilsalaring bo'ladi. Mana shu ko'rishlaring mumkin. Ozgina bir achiska qilib orasizlar uyda, uydagilar kuchyapti ekan. Mana bu tomonda sanuzel, keng, katta sanuzel. Uyimiz 100% tepli pol bo'lgan, qishda umuman problema bo'lmaydi. Mana tepli polda mana shlanga sistemalar ko'rinib turibdi. Mana bu tomonda zal, mana shunaqa yorug', shinam, mana shunaqa zal ekan. Zal ham katta. Mana shu tomonda polni shahar ko'rinib turadi. Bu tomonda aytgandek, mana shuni ham spalniy qilib qo'ysalaring bo'ladi. Mana shu spalniy o'rnida ishlatsalaring bo'ladi. Mana bu tomonga televizorlasizlar. Prosta chiroyli kirib yashash kerak bo'ldi. Uyimizda ko'rib chiqsangiz, uyimiz haqiqatan sentrda joylashgan, maktab, bog'cha, institutga bir qadamda yetvasangiz bo'ladi. Narxi $62,000 ekan. Yana bemalol pastki nomerlarga telefon qilib, kelishtirib so'rasalaring bo'ladi. Hammaga rahmat.